Erkinov Baxtiyor To'lqin o'g'li, laqabi Baku. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tumani sudining hukmi bilan 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Farzandlarimiz, oilamiz qiynalyapti. 3 nafar farzandim bo'lsa, uchalasi ham 2,5-3 oyda bir kelib turib, uchala farzandingiz ham siz tashlab chiqib ketgisi kelmaydi, yopishib oladi, ketmayman. Mana shu narsada bolalarimiz, oilamiz qiynalayotgani uchun anaqa qilamiz. Bizlarni qilgan ishimizga ham ular qanaqa desam bo'ladi, ozgina qanaqadir jabr ko'rishyapti-da, shu narsalarga ozgina sababchi bo'lib qo'yganimdan o'zim juda ham qattiq afsuslanaman. Yer oldi sotisi bo'yicha bir odam mana shunday bitta joyga boryapmiz. O'sha pul oldi berdisida o'sha yerda turganmiz, bo'lganmiz, har xil vaziyatlar bo'lib qo'ygan. Bu narsani tan olaman. Pul oldi berdi bo'lgan, o'sha tepasida turganmiz, boshqa narsa bo'lgan. Undan keyin ozgina oldi berdilar, sal kelishmovchilik. Ozodlikka, farzand, oilani bag'riga hech narsa yetmaydi. Qancha pul bo'lsin, nima bo'lsin, katta farzandim, qizim har haftada bir marta xat yozadi. Endi ularni yozgan anaqasini hech narsaga alishib bo'lmaydi bu narsani qisqa qilib aytadigan bo'lsa. Milliard bo'lsin, million bo'lsin, nima bo'lsa, bu orzu havas qiladigan joyimiz. Umuman hech kimga ravo ko'rilmaydi bu joylar. Bir yaqiniga ham yo'lashni xohlamaymiz. Yoshlarga men aytamanki, hamma narsani qadriga yetishni bu ne'mat-da, ozodlik ne'mat, ota-ona ne'mat, farzand ne'mat, hamma narsa ne'mat. Alloh bergan ne'matni hammasini qadriga yetishni anaqa qilaman, maslahat beraman. Internetda aytayman, kimnidir hayotiga qiziqadi, internetda ko'radi, voy men mamnaqa ekan, men mamnaqa mashina ekan, nimadir bo'lar ekan deb turib, mamnaqa hurmat topar ekan deb turib, kerak emas narsalarga aralashadi. Aslida unaqa emas-da bu. Ko'ryapmiz, har pashti bir oy ichida har bitta sport turi bo'yicha katta musobaqalar. Bunaqa pul hozir birinchi o'rin, ikkinchi o'rinlarga har bitta qadamida misol uchun ham hurmat, ham obro' topib, ham pul topib, ham o'zini, ham oilasini. Men endi maslahat beraman shu. Hammasini barobar olib borsin, sportda ham, ilmda ham, hamma narsani. Afsustaman biz noto'g'ri narsaga aralashyapmiz, noto'g'ri narsa bilan o'tiribmiz.